bolalarim, jonlaring omonmi? Borsizlar shu dunyoga. Endi to'g'risi nima deydi? Har bir millat, har bir inson har bir xalqiyat o'zini bir paydo bo'lishi bu dunyoga kelishi bu qandoq bo'lib bir millat bo'lishi bu. U millatni o'zini asl keyin bir ishonishlari bu. Shu ishonishlar bilan o'sha bir aqida bilan bir ishonishdan bir millat paydo bo'ladi. Bugungi O'rta Osiyodagi 5 ta davlat paydo bo'lgani islom ideologiyasi bilan paydo bo'lganlar bular. Shu 5 talasi ham hozir islom ideologiyasi bilan paydo bo'lgan davlatlar. Xo'p, qalliqlar qaysi ideologiya bilan davlat bo'ldilar, yig'ildilar, birlashdilar, millat bo'ldilar. Qalliqlar nima birlashtirdi? Keling shu saligina qalliqlarim o'tgan ketgan o'zdan bir 4 tagina tarixdan sizlarga bugun bir diniy qalliq dinini, qalliqni ishonishini gapiramiz sizlarga. Qalliq dini Tangri dini bo'lgan. Tangrichilik deydi-ku. Tangrichilik. Tangri dini qalliqniki bo'lgan. Budizm ham bo'lgan bu o'rtaga. Bu o'rtaga boshqa mana dinlar ham bo'lgan. Bular kam bo'lganlar. Asli tangrichilik bo'lgan. Neki keling biz tangrichilikda o'sha yaxshi va yomon tomoniga qaraymiz. Tangrichilik nima yomonligi bo'ldi, nima yaxshiligi bo'ldi degan savolga qaytamiz. Budizm dini o'zi qandoq dinni bu? Budizm o'zi nima dinni degan budizmga, tangrichilikka, shu qalliqlar ishongan dinlarga bir qarab chiqaylik. Qani bu dinlar nima berdi qalliqqa? Bundan keyin qalliq kelib musulmon dinini qabul qildi, islom dinini qabul qildi, arab ideologiyasini qabul qildi. Bunga kelib nima topdi qalliq degan so'z bo'ldi. Shu narsani bir razbiratsiya qilsak o'rislar aytganlar. Qani qalliqlar Tangri diniga kim edi, qandoq edi, nimasi bor edi? Oralariga budizmlar bor edi, boshqa bir dinlar bor edi. Bular nima berdi qalliqlarga? Keyin islom nima berdi qalliqlarga? Shu narsalarni bir razbiratsiya qilib o'tsaklar, joylariga qo'yib yaxshi bo'ladi menimcha. Qalliqlar shu keyin tushunishlari mumkin bo'ladi bir saligina. O'zi asl Tangri dini. Tangri dini biz Tangrimni ko'ramiz, ushlaymiz, hidlaymiz. Bizni diniga har bir narsaga ishonganimizni biz ko'ramiz, ushlaymiz, hidlaymiz, yeymiz, ichamiz, yashaymiz. Bu bizni Tangri dinini o'sha nimalari, pravilalar. Ko'k osmon ko'ramiz. Tabiat hidlaymiz, ushlaymiz, yeymiz, suyidan ichamiz. Tabiat har narsa. Oftob ko'zimiz bilan ko'ramiz. Oy yorug'ligini ko'zimiz bilan ko'ramiz. Kechani ko'zimiz bilan ko'ramiz, kunduzni ham ko'zimiz bilan ko'ramiz. Qalliq har bir narsani ko'rganiga, ushlaganiga, hidiga, ovoziga ishongan o'sha tangrichilik. Buni Tangri dini deydi, Tangri dini.
Tangri dini o'rislar aytgandek bu garmoniya dini deydi-ku, garmoniya. Tangri dini bu xalqqa birlashlik berdi, birlashdilar. Tangri dini xalqqa eng katta bir xalq kaganat degan nomni berdi. Xalq dinini Tangri diniga or nomus degan narsa bu. Or основной, or degan narsa bu. Buni xalqlar omonsan deb ko'rishganlar bir-biriga. Mana shu ko'rishishga ham omonsan deb ko'rishganlar. Nimaga? Chunki orlik inson, beorlik bu hech kimsan. Ya'ni beor, benomus deydi-ku. Xalqqa birinchi o'ringa or nomus turgan. Orsan desa orman, omonman deb ko'rishganlar bir-biriga. Xalqda garmoniya bergan din bu Tangri dini. Tangri diniga xotin kishi bu farishta bo'lgan. Chunki xotin dunyoga yana nasl olib keladi. Ya'ni xotinlar va go'daklar xotinlarni homilador bo'lgan vaqtiga bu Umay degan bir farishtaga ishongan ki Umay bu go'daklarni kuldiradi, yotgan vaqtiga kuldiradi, yotqizadi, uyg'otadi, og'risa dardini lecheni qiladi, tavobat qiladi. Umay degan narsa. Farishta. Xotin xalqlarni Tangrim uchun bu farishta bo'lgan. Qalliq qizlari, qalliq xotinlari bular zamoniga bular koroleva bo'lganlar. Koroleva. Unoq emas, buni g'ulom olgin, xotinni olib borib sotgin, sen buni g'ulom olishing kerak. Ana sen buni sotishga haqqing bor, sen o'ntasini g'ulom olishing kerak. Bunaqa narsalar bo'lmagan. Xotin mardimni bu narsalar bu xotin mardimga bo'lmagan. Mana shu garmon dini, tabiat dini ishonishi xalq uchun nimaga oring, nomusing, yurting, yurtang bo'lishi kerak. Buni hech kim sendan olishga yo seni joyingga bir odam kelib bostirishga haqqi yo'q. Buni zashita qilganlar. Shu uchun ham xalqlarga o'z huviyat, o'z ruhiyat o'sha Tangridan bo'lgan. Xalq ko'rmagan narsasiga ishonmagan. Osmonni ko'radi, osmon Tangrim ishongan. Tabiatni ko'radi, tabiatga ishongan. Bularning hammasi xalqlar uchun muqaddas. Suv, olov, oftob, oy, kecha, kunduz bular muqaddas. Tangirchilikka mana shu ovga chiqqanga to agar ovlaydigan odam mutmain bo'lmasa-ki o'sha erkak hayvon uni otmagan. Nimaga deganga? Chunki uni balasi bo'lishi mumkin, hali samostoятельный emas degan narsa bu. Tangirchilikka to agar o'sha ana shu hayvonlar bo'g'oz bo'ladilar, bo'g'oz bo'lgandan keyin mana bala qiladi, shuning zamoni bo'ladi. O'sha zamonga kategorически охота запрещено bo'lgan. Ya'ni охота qilish mumkin emas, hayvonlarni o'ldirish. Tangirchilikka ho'l daraxtni kesish mumkin emas. Shuning uchun ham zamoniga tabiatlar ko'p bir xushro'y o'z zamonining o'z tabiati bo'lgan. Bu tangirchilik. Buni o'rtasiga xalqlar ba'zi birlari budizm edi. Budist edilar.
Budizm qalliqqa nima berdi degan savol bu. Budizm qalliqqa hunar berdi. Hunar. O'sha zamoniga hunar berdi qalliqqa. Nima hunar deganga men sizlarga aytaman. Mana o'sha haykalni o'sha zamonga mana shuni yasashini, bu hunar, iskustvo. Ki o'sha Buddani yasashing kerak. Yo chizishing kerak. Uning uchun rang topishing kerak, rang ixtiro qilishing kerak, rang ishlashing kerakki, o'sha Buddani suratini ham chizish uchun. Ya'ni rassomlik, haykaltaroshlik, rang topish, rang ixtiro qilish, mana shu narsani chizish Budizm qalliqqa iskustvo, hunar. O'shanga ishongan odam ular nima qilish kerak edi? Chizish kerak edi. O'z Buddasini, o'sha ishongan Buddasini chizishlari kerak edi. Va unga o'zini to'liq rangini topib berish kerak edi. Uning uchun rang ixtiro qilish kerak edi. To'g'ri o'sha kistichka-mistichkalarni ushlab chizishni o'rganish kerak edi. Haykaltaroshlikka o'sha iskustvo, o'sha haykalni, o'sha Buddani yasashini o'rganish kerak edi. Uning uchun loy tayyorlashni o'rganish kerak, o'sha ko'zani loylarini. Uning uchun ko'p narsani o'sha tayyorlashni o'rganish kerak. Bu yerga bir Budda chizish bo'lmagan. Yo Buddani haykalini yasash bo'lmagan. Bu yerga boshqa mana ko'zalarni, boshqa narsalarni o'sha loylardan olib pishirib yasab, keyin issiqqa pishirib, keyin uni ranglash, bu Budda, Budizm qalliqqa iskustvo bergan. Iskustvo, tvorчество, iskustvo, ixtiro qilish, o'rganish, yasash, bu narsani bergan qalliqqa. Ya'niki bu dunyoga mana shu ko'rib turgan, ushlab turgan, ishlab turgan narsani bergan. Buni Budizm bergan. Budizm o'zi asl faqat ibodat qilib o'tirish emas. Budizm uni yasash, iskustvoni yasash kerak. Budizm o'zi bir iskustvo dini. Tvorчество, iskustvo. Biz faqat Budizmni bir joyga o'tirganini ko'ramiz deb, yo'q. U o'sha namozi deylik. Mana shu ibodati u o'shancha vaqt, bir qisal vaqt. Undan keyin Budizm iskustvo, yasash, tarash, topish, rang, hamma bu narsani Budizmdan olganlar. Nimaga? Chunki Budizmni talablari shu. Yasashing kerak, topishing kerak, ranglashing kerak, bo'yashing kerak. Shu narsalarni ixtiro qilib topib olib kelib, mana shu narsani chizasan, yasaysan. Shuni bo'lgan Budizm. Ya'ni qara, Tangri qalliqlarga birlik va davlat berdi. Budizm qalliqlarga iskustvo berdi, yasash iskustvosini berdi. Chizish iskustvosini berdi, rassomlik iskustvosini berdi. Qalliqlarga. Chunki qalliqlar bu narsadan, shu narsani oldilar. Chunki bu dunyoning narsasi, dunyoga yashaydigan narsaga kerakli narsani oldilar. Ana endi qalliqlar kelib islomni qabul qildilar. Islomdan nima oldilar? Hali ko'p odam aytadiki, mana shu gullar, naqshlar, Samarqand, Buxoro, boshqa joylarni ko'radilar. Buni deydi islom iskustvosi deydi. Bu yolg'on narsa. Islomga iskustvo bo'lmagan. Mana shu islom qurilishlar, islom dizaynlar deydi. Bu islamskiy deydi. Bu yolg'on narsa. Chunki islomga iskustvo bo'lmagan. Islom bir pustinyadan chiqqanki, o'rga biron namud iskustvo bo'lmagan. Uni biz biron xil islom iskustvosi deya olmaymiz. Islom faqat har joyda iskustvosini qo'shdi, olgandan keyin birlashtirdi. Aslan gul chizish iskustvosi yo'q edi islomda. Bugungi biz Samarqand, Buxoro minoralarini ko'rsak, hammasi mana shu o'sha qasrlarni hammasi chizilgan, gullangan. Bu gul chizish bu turk iskustvosi edi. Turk tabiatni chizaydi, tabiatni yozaydi.
tabiatni yurtlarga naqsh qilaydi. Yurtlarga gul bo'lgan zamonga, qalliqni kiyimlariga yo turibdi allingi zamon kiyimlariga bu tabiatni gullarini olib kelib kirdizib o'sha tikkan zamonlariga yopishtirganlariga islom bu Arabistonni pustiniyasiga yo'ra gul ham chiqmaydi, yo'ra o't ham chiqmaydi, bir tikondan bo'lak bir tikon chiqadi yo'rga. Boshqa narsa chiqmaydi. Chunki bu gullarniki biz bugun ko'ramiz, bu boshqa tabiatni gullari. Bu boshqa tabiat narxlari. Busi bir. Ikkinchidan islomga rang bo'lmagan. Arabga rang degan narsa bo'lmagan. Rang bu Kitaydan keyin o'sha budizmdan keyin bu Kitay, Indiya, keyin O'rta Osiyo turklar bular rang ishlatganlar, forslar rang ishlatganlar. Rang olganlar har narsadan, loydan, boshqa xil yerlardan, o'tlardan, har narsalardan qaynatib rang olganlar, ranglaganlar. Arabga rang bo'lmagan. Qardan arabga chizish iskustvosi, gul iskustvosi bo'ladiki, bugungi Samarqand, Buxoro, boshqa joyda ko'rsak aytamiz bu arab iskustvosi deymiz. Qardan olasizlar bu narsani? Men shu tarixni mana shu detallarini o'qiymanki, qargi nimalar bor edi. Mana shu birinchi chiqqan narsa, mana shu birinchi qardan paydo bo'ldi, busi qardan paydo bo'ldi, busi qardan paydo bo'ldi degan narsani mana shular men detalni, qog'oz qardan paydo bo'ldi, rang qardan paydo bo'ldi, yozilish qardan paydo bo'ldi. Har birtasini men detalni o'rganaman ki qaralardan bular chiqdilar, paydo bo'ldi. Xo'p. Bu narsa ki biz yolg'ondan o'zimizdan o'zimiz aytamiz, Samarqand, Buxorodagi narsa iskustvolar, bu musulmonskiy iskustvo deymiz, bu yolg'on narsa. Chunki musulmonga, arabga, sheyga biron bunog'ini iskustvo degan narsa bo'lmagan. Bunog'ini solish, mana bu minoralar solingan minoralar ustlari bular bo'lmagan arabga bunog'in narsa. Qandoq o'ziga yo'q narsani olib kelib bizga qilib beradi. Bizni Samarqandga, Buxoroga, Toshkentga, nimaga, boshqa Tojikistonga, Afg'onistonga qara o'ziga yo'q narsani kelib bizga qurib beradi bular. Qara, qumdan biror narsa bo'ladi, pustiniya qumdan biror narsa bo'ladi? Yo'q. Suv topmaganlar ichishga. Bularga qarga u narsalar rang bo'lgan, bo'yash bo'lgan, iskustvo bo'lgan, yasash bo'lgan. Pustiniya, na bir tog'ni ko'radi, na bir toshni ko'radi, na bir bulbulni ko'radi, na bir hayvonni ko'radi. Biror narsani ko'rmagan. Bularni tasvir qilib, tasavvurot qilib eshitgan narsalarni aytganki, bu jannatga mana shunaqa narsalar, bu bulbullar, bu boshqa narsaki, bizga bulbullar daraxtlarga o'tirib uchib yuribdi, sayrab. Bu narsalar bu. Shu uchun bu narsani ustiga qattiq ishlash kerak. Va mana bu dizaynlarki bugun bizga bularni ko'ruv, bu dizaynlardan, bu yasashlardan, Suudilarning dizaynidan, asnovnoy Suudi, boshqa dizaynlardan, qadimgi Eron dizaynidan, qadimgi Fors dizaynlaridan arab yig'ib olib borib, keyin Bag'dod qurdi, boshqa shaharlarni keyin bu yerdan ko'ruv dizaynlarni yasashdi, uy solishdi, mana shu nimalarni bu yerdan ko'rib borib keyin ular shahar qurdilar. To o'sha vaqtga davr bunog'in shahar qurilish, mana buning gumbaz, boshqa narsa, ranglash, bo'yash, kashta, gul, bu narsalar yo'q edi arabga. Bugun biz nima deymiz? Har bir narsani ko'rsak, bu arab dizayniga qurilgan deymiz. Musulmon dizayni deymiz. Yo'q, musulmon arxitekturasi deymiz. Ularga arxitektura bo'lmagan. Qardan sizlar olasizlarki, bu o'sha islom arxitekturasi deb. Qardan olasizlar? Birinchi rang islomga edi, bo'yash islomga edi. Xo'p, uy solish islomga edi. Yo'q edi bu narsalar. Bu narsalar bo'lmagan ularga. Qaytinga o'sha 6-7-5-6-7 asrlarni ko'ringan nimalar bo'lgan arabda? Hech narsasi bo'lmagan. Bechoralar pustiniyalar, qiyinchilik joyga suv uchun bir-birlarini o'ldirib yurgan, talosh qilib. Mana shu bir qiyinchilik joyga bo'lganlar. Xo'p. Ana endi kelinga 5-6-asr, 7-asr. Xo'p, Qalliq kaganatini ko'ramiz. Oddi olib qarasak, Qalliq shahrini ko'ramiz.
25 ta 26 ta katta shahardan iborat xalq yashaydigan joy. Viloyat deydilar hozirgi, oblast deydi. Undan bo'lak nechta mayda qishloqlar, odamlar yashaydigan joylar, tog'lar, toshlar, iskustvo, muzika, nay, mana qovus, hamma bu narsalar, domra, uje bular iskustvo bilan yashaganlar. Hop. Yani Xitoy tag'in bulardan alin iskustvoga bo'lgan. Bular aslida ko'p narsalar Xitoylardan olib o'zlariga ishlatganlar. Mana bu narsa edi, qalliqqa vatan berdi, qalliqni odam qildi, qalliqni qalliq qildi. Keyin qara ketdi qalliq. Qalliq yo'q qoldi. Nimaga? Chunki qalliq islomni qabul qildi. Qalliq islomni qabul qildi. Hamma qalliqni iskustvo, dizayn, yozgich, shoir, yasagich, voyin nimasi bor edi? Bular asta har bir qilgan ishi islom uchonisi bo'ldi, islomniki bo'ldi, islomning nomiga o'tdi, arabning nomiga o'tdi. Islom deb bu arabga o'tadi. O'zi Abu Ali ibn Sina islamskiy uchoni deydi. Xo'p, islom desa o'sha avtomatik arab ketadi. Keyin biri o'zbek tartishadi, meni bobom deydi, tojiklardan tartishadi, meni bobom deydi. Asl u sug'dlik. Millati sug'dlik. Qoni sug'dlik. Sug'di. Nimaga deganga? Chunki men o'sha bir joyda o'qiganga sug'dliklar 4 yoshiga balasini savdoga o'rgatar ekan. Savdoga. O'qishga, yozishga, savdoga 4 yoshdan boshlaydilar o'rgatishdi. 4 yoshga. Balani. Bala 4 yoshiga savdoni biladi, tushunadi. Savdo nimadi? Soliq nimadi? Xo'p. Bala 10-12 yoshiga sug'di balasi yozishni bilgan, o'qishni bilgan sug'dliklar. 10-12 yoshiga savdoga chiqib ketgan oilav. Baxi Xitoy, baxi Tibet, baxi Indiya, baxi boshqa joyga sug'dlikni balasi 10 kechirasizlar, telefon bo'ldi hozir. Telefonga ham javob beraman. 10-12 yoshiga sug'dlikni balasi karavanga chiqqan, ketgan savdoga. Mustaqil o'z yukini sotgani ketgan. Bir tane ishchisi bo'lib, bir tane g'ulom emas. Tog'asi bilan, ammasi bilan, amakisi bilan, birtasi bilan qo'shilib, o'z yukini otasi yuk berib, o'sha nimalari jo'natgan savdoga. Bular iskustvo ilm bu sug'dlikniki bo'lgan. Chunki sug'dliklar ilmga baquvvat bo'lganlar. Iskustvoga baquvvat bo'lganlar. Savdoga baquvvat bo'lganlar, yurganlar, ketganlar, sotganlar. Bularni bu narsani sug'dliklar qilgan. Hozir bu narsani olarlar, nimani ko'rsalar, bu forslar qildi. Ha, bu forsniki. Ha, bu fors qildi. Bu narsalar xato narsa, bu narsalar yolg'on narsa. Bugungi amali nima bo'lsa, ana joyga bir qalliqlar bir narsa qildi desa, o o'zbeklar edi deydi. Bular mana shu narsaga o'rganib olganlar, mana shu şöyle sıkmayın şakılma ben boşuna. Sağ uzunroq. Bular nima qildilar? Bular o'rganib olganlar shu narsaga. Ha, bu bizning avlodlari edi. Ha, busi bizning avlodi edi. Ha, busi biz edik. Ha, shu tili o'xshab ketsa bo'ldi. Bugun ham mana shu aynan nima bo'lsa bu fors edi, bu fors edi, bu tili forsi edi deb mana shu narsalarni ko'p nima qiladi. Neki asl olsak, bular asl sug'dliklar edi. Ki sug'dliklar forslarga biron aloqasi yo'q, biron aloqasi yo'q. Misol olib ko'raylik. Ana endi islom kelib nima berdi bu
xalqqa. Islom kelib nima berdi? Qalliqqa nima berdi? Ana shu qalliqni olaylik. Budizm iskustvo berdi. Tangrim davlat, birlik, ularga vijdon, or berdi, nomus berdi. Islom keldi, faqat va'da berdi. O'lsang, keyin senga jannat beramiz. Al bu dunyoga senga hech nima yo'q. O'l, keyin men senga jannat beraman. O'lmasang, sen hech narsani ko'rmaysan, bilmaysan, olmaysan. Hech narsa bermadi. Hech narsa. Borini iskustvoni qallig'i yo'qotdi. Traditsiyani qallig'i yo'qotdi. Or nomusni yo'qotdi. Hamma narsasi bor edi. Davlatini yo'qotdi. Millatini, elini yo'qotdi. Yurtini yo'qotdi, yurtasini yo'qotdi. Traditsiyasini yo'qotdi. Nimaga? Faqat bu dunyoga sen hali hech narsaga ega emassan. O'lganingdan keyin senga biz senga qiz beramiz, uy beramiz, joy beramiz. Hamma narsani u dunyoga beramiz. Sen faqat bu dunyoga hech narsa sen talab qilma, kerak emas, chunki bu dunyoga kerak emas senga hech narsa. Na uy kerak, na yurting kerak, na yurtang kerak, na imoning kerak, na oring kerak, na nomusing kerak. Biror narsa kerak emas. Sen faqat shu bu dunyoga topganingni shu yig'lagin, o'tirgin, begin bir odamga sadaqa qil, yaxshilik qil, davlatingni ber, yeringni ber, iskustvangni ber, traditsiyangni oladilar. Hammani tartib qo'lingdan oladilar. Sen indamay o'tiravergin. U dunyoga senga 7 qavatli, bilasan, u qanog'ini o'yladi, qasrlar, hurlar, lubluchak yuradilar. Shu ichsa shuni bo'g'zidan julutkasiga o'rnaydigan hurlar. Xohlaganingcha kecha u kuni seks qilasan yura, yotasan kayf qilib. Sizlarga u dunyoni va'dasini berdi. Qalliqlar bu dunyoga bor narsasidan qoldilar. Na bugun yurti bu, na yurtasi bu, na ori bu, na nomusi bu, na yeri bu, na iskustvosi bu, na bir milliy bir narsasi bu. Hech narsa yo'q. Qalliqqa ina. O'lsang keyin beradi senga. Tirikligingga hech narsa yo'q. Ana bular qolganlar. Bular islom ideologiyasiga qurilgan, to'plangan, islom va Lenin ideologiyalariga to'plangan millat davlatlar. Shularni ham ichiga o'sha qalliqlarni ovlodlari, boshqani ovlodlari shu. O'shaning uchun har bir narsa, har bir ishonish, har bir narsa insonga bir narsa beradi. Misol olaylik, siyosat sistemasidan olib sizlarga aytay. Demokratiya qalliqqa nima berdi? Yoki umuman xalqqa nima beradi? Insoniyatga demokratiya nima beradi? Sotsializm nima berdi? Nima oldilar sotsializmdan? Xo'p. Kommunizmdan nima oldilar? Demokratiyadan nima oladilar? Boshqa sektordan nima oladilar? Mana shu narsani qarash kerak. Nima olding sen? Nima bo'lding? Bir yangi narsa kelgandan keyin sen bu allin ketishing kerak. Xo'p, sen Tangri diniga agar muncha eding, islom dinini qabul qilgandan keyin sen muncha bo'lishing kerak. Senga bir narsa berish kerak. Bir narsa olishing kerak. Faqat quruq va'da emas, o'lgandan keyin sen beyish borasan. Bu dunyoga sen nima olishing? Qalliqlar hech nima olmadilar. Budizmdan oldilar. Shamanizmdan oldilar. Tangridan oldilar. O'zlari yasalish uchun, yayrash uchun bir narsa bo'ldilar. Islom kelgandan keyin va'da. Faqat o'lning keyin hurlab 72 ta yura. Avval 7 ta, 72 ta, 80 ta, 100 ta, bez problem. Qancha xohlasang shu podpis qilyaptilar, ketdi. Bu yerga olasan. Qasr bu yerga nima qilasan? O'ra yo'q, o'ra taqsim bo'lmaydi o'ra. O'ra faqat shu jannat musulmonlar uchun, do'zax keyin kofirlar uchun o'sharga yashaydilar. Chunki jannat bo'linmaydi. Jannat bir vatan, bir va'da. Qalliqlar ketdilar o'sha yoqqa. Hop. Keyin mana dunyo qarashidan qarasak,
Misol kommunizm nima berdi? Aytdim-ku. Demokratiya nima beradi? Sotsializm nima beradi? Hop, kapitalizm nima beradi? degan so'zga qarasak, nima oladilar xalq o'zlarini allin ketish uchun shu ideologiyalardan. Bu dunyo ideologiyalaridan nima oladilar? Hop, ana o'shanga qarab turib, xalq yo demokratiya tomon ketadi, yo kommunizm tomon ketadi, yo sotsializm tomon ketadi, yo kapitalizm tomon ketadi. Bilasizlar nima uchun? Chunki shu yashashga, shu millat, shu davlat, shu xalq shu yaxshi yashaydi. Mana shunga qarab, shu ketishlarni, shu dunyo nimalarni bir tasni qabul qiladi. Demokratiyaga yaxshiroq yashaydigan bo'lsang, demokratiya so'xtoriga demokratiya bo'lasan. Xitoy hozir kommunizm so'xtoriga yaxshi yashayotibdi, rushd qilyapti. Xitoy kommunizm bo'lyapti. Nima uchun Xitoy demokratiyani qabul qilmaydi? Kommunizmga turib. Yo bir davlatni ko'rsang kapitalizm bo'lib turibdi. Yo bir davlatni ko'rib tursang sotsializm bo'lib turibdi. Nima uchun? Yo bir xilni qarasang demokratiya bo'lib turibdi. Chunki o'sha demokratiyadan bir narsa ola oladilar. Busi kapitalizmdan oladi, busi sotsializmdan oladi. Busi boshqasidan ola oladi. Shu uchun davlatlarni, o'sha davlat yoki ana diniy davlat, islomiy davlat bo'ladi. Yo diniy boshqa davlat bo'ladi. O'shandan oladilar bir narsa. Agar ola olmasalar, hozir agar ustol ustiga oddiy bir joyga biz 3 ta tarelka, 4 ta tarelka qo'yadi. Har bir tarelkaning ichiga senga mos narsa bu, yashashing uchun. Faqat olgin. Qaysini olasan desa, sen o'zingga yashashingga to'g'ri keladigan narsasini olasan. Seni yashashingga to'g'ri kelmaydigan narsasini olmaysan. Aynan ana shu bo'ldi. Neki biz xato qildik. Ketdi o'sha avlodlarimiz bugunga davr hozir ham bilmayman yuribdilar, masjid yuribdilar. Hali ham qalliqlar u dunyodan o'sha o'tib ketganlardan bugunga davr umid bu o'lsalar jannat boradilar. Yer ketdi, vatan ketdi, nomus ketdi, or ketdi, yurt ketdi, yurta ketdi, madaniyat ketdi, farhang ketdi, hamma qo'ldan ketdi. Hozir ham qalliq ishonib turibdi, o'lgandan keyin jannatga boradi. O'rga boradi, keyin o'rga qalliqqa yer beradilar, yurta beradilar, nomusi or beradilar. O'rga keyin qalliqqa, keyin madaniyat beradilar, keyin o'rga yashaysan. Ko'ryapsan? Mana shuni bir mifologiyalarga ishonib qalliqlar hamma narsani qo'ldan berdilar. O'shaning uchun bu dunyoga shu yashayotganchining bugun nima uchun hamma bizni davlatni demokratik davlat deydi. Tojikiston ham demokratimiz deydi. Afrika ham biz demokratimiz deydi. Xitoy ham nimalar biz bokal bir devona bokal saltal psixический inson. Lukashenko ham biz demokratimiz deydi. O'zbekiston ham biz demokratimiz deydi. Boshqasi ham hammasi biz demokratik davlatmiz deydi. Nima uchun? Akamna allim bular kommunist edilar-ku. Bayroq ko'tarib biz kommunizmni qo'llaymiz degan. O'shani balalari bugun biz demokratiyani qo'llaymiz deb ketyapti-ku. Nima uchun? Bilasizlar? Buni bilish uchun o'qish kerak. Balangni o'qitishing kerak. O'zing o'qolmading, balangni o'qitishing kerak. Ki balang tushunsin nima uchun seni otang kommunizmni qo'llayman deb qizil bayroq ko'tarib yuradi. Sen bugun otangni balasi. Otang qo'llagan narsani qo'llamasdan bugun sen demokratiyani qo'llab yuribsan. Savol. Mana shu savolga javobim bo'lsa qallig'im yoz. Hop. Nima uchun? Yo seni bobongni bobosi qaysi bir tangrini qo'llab keldi, qay biri kelib budizmni qo'llab ketdi, qaysi bir bobong kelib turib ulardan qaytarib islomni qo'llab ketdi. Nima uchun sizlar har qaylaring
o'z ideologiyalarini qo'llading. Nimaga milliy xalqiyat yashash ideologiyalarini qo'llamading-a? O'zlaring shu dunyoga demokratiya zo'r ekan, ke biz demokratiya bo'lamiz. Kapitalizm zo'r ekan, ke biz kapitalist bo'lamiz. Sotsializm zo'r ekan, ke biz sotsializm bo'lamiz. Nima uchun? Bilasizlar shuni? Chunki seni yaxshi o'ynatadilar. Seni qo'lingdan yurting, vataning, yurtang, hamma narsang, farhang, madaniyatingni mana shu ideologiyaga olib borib seni tartib oladilar. Chunki sen o'sha tangri ideologiyangga va o'zing joyingni topmaganing uchun bir odam keladi aytadi, sen demokrat bo'l deydi. Men demokratman deysan. Ikkinchi odam keladi aytadi, bu kapitalizmga yaxshi yashash deydi. Kapitalist bo'laylik. Biz kapitalizmni qo'llaymiz deb ketaverasan, qo'yga o'xshab orqasidan. O'zi keladi aytadi, tangri bo'lmaydi, islom zo'r, u dunyoga beradi. Bu dunyoni nima qilasan deydi. Bo'ldi, tamom, bu dunyoni tayla, u dunyoni ushlaymiz deydi. Ketdi orqasidan. O'zi keladi aytadi, sen kommunizmdan zo'r narsa yo'q. Hamma kommunizm partiya egasi bo'ladi. Tamom, taylakka ketdik, partiyani orqasidan ketamiz. Chunki mana shuni seni o'sha o'z ideologiyang yo'q uchun senga boshqa odamlar ideologiya beraveradilar. Sen ana shu bu ideologiyani oyog'idan ushlaysan, ikkinchi ideologiyani oyog'idan ushlaysan, uchinchi ideologiyani oyog'idan ushlaysan. Nima diniy ideologiya bo'lsin, nima dunyoviy ideologiya bo'lsin, chunki seni mana bo'ring xoli, seni ideologiyangni bular ideologiya hisoblamaydilar, o'zlarinikini senga olib kelib beradi. Sen ayta olmaysanki, kechir, men qalliqman, meni diniy ideologiyam tangri dinim, men tangrim bu, diniy ideologiyam, meni yashash ideologiyam, o'zimni sistem, kaganat, o'zimni ideologiyam bu yashashga. Sizlardan biron hamsoyagarchilikka, bordi kelliga, yo demokrat davlatdan, yo boshqa davlatdan olib berdiga biron problemam yo'q. Neki sizlarning ideologiyasi bu demokratiya, yo sotsializm, yo kommunizm, yo boshqa ideologiya, bu xalq yashash tarzi. Bu sizlarga to'g'ri keladi, bizga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, sizlarniki demokratiyadir. Bizniki qalliqkratiya. Tamom, qabul qilingan. Bizning ideologiyamiz qalliqkratiya. Biz o'z mentalitetimizni, o'z huviyatimizni, o'z ruhiyatimizni o'zimiz boshqaramiz. Biz seni qo'lingga bermaymiz bu narsani. Yo seni ideologiyangdan men xalqimni boshqarmayman. Men o'zimni xalqimga to'g'ri kelaydigan mana bu yerga davlat solish, yashash uchun kelgan ideologiyani men yashayman. Seniki kommunizmni, meniki qallig'izm. Malades. Seniki sotsializmni, meniki qallig'izm. Bugun Xitoy kommunizm, dunyo yarmi demokratiya, neki Xitoy olib berdi qilyapti. Xitoy demokratiya uslubi bilan ishlamaydi. Nimaga? Chunki demokratiya uslubi Xitoyda uslubiga to'g'ri kelmaydi. Xitoyda yashashiga, madaniyatiga, farhangiga to'g'ri kelmaydi. Shu uchun Xitoy aytadi, meniki kommunizm. Mana shu kommunizm ideologiyasini biz yashaymiz. Biz har kuni naskidagi ideologiya alishtirmaymiz. Bugun busi, erta busi, uni erta busi. Biz o'zimizning ichiga reform qilamiz, neki ideologiyamiz turadi. Ba'zi bir narsalarni reform qilib yashayveramiz. Biron problemamiz yo'q. Shart emas, buning uchun biz imенно nomimizni kommunizm yo sotsializm, demokratizm yo boshqa qilsak. Hop. Xudoga ishonish uchun shart emas sen islom bo'lishing. O'sha tangri dining turishi kerak edi. Sal korrektirovka qilgin, sal reform qilgin ba'zi bir joylarini ketavergin edi. Neki tangrim deb ketavergin edi. Seni ideologiyangni ola olmasin bir odam. Bilasan, seni mana bu yeringdagi ideologiyani bir odam olish kerak emas. Keldi, demokratiya keldi, zo'r demokratiya nimasi bo'ldi? Mana busi bu, mana busi bu. Bo'ldi, bizniki qalliqkratiya. Sal reform qilamiz, kerakli joyini, saligini, mana Xitoyda demokratiyaga to'g'ri keladi, ishlayveramiz. Lekin bizniki qalliqkratiya turadi. Nomimizni olib davlat, demokratik davlat qilmaymiz. Kommunizmsan, men qallig'izmman. Reform qilaman, ketaveraman. Qallig'izm turadi. Shart emas men buni nomini alishtirsam. Xo'p.
Dinim Tangridir. O islomga to'g'ri reform qilaman, islom bilan to'g'rilaydi, to'g'rilab qo'yaman. Tangrim namoz o'qish kerakdi. O'qigin namozingni. Tamam. Nima problemasi bu? Hech problemasi yo'q. Tangrim deb namozingni o'qiyver. Mana bu narsaga bir millat bugun turaydi. Chunki qalliq mana shu narsani yo'qotdi. Kelgandan keyin hammasini tayladi, hammani harom dedi. Tangri harom bo'ldi, usi harom bo'ldi, muzikasi harom bo'ldi, domrasi, qovuzi harom bo'ldi, hamma harom bo'ldi. Faqat u dunyoga turgan va'da halol bo'ldi. Bu dunyoniki harom bo'ldi qalliq uchun. Shuning uchun qalliqda na bugun vatani bor, na bir narsasi. To agar qallig'im har bir joyga boring. Agar mana bu yerlaringga Tangri yorug'ini agar yoritmasanga, mana bu yerlaringga Tangri tushunishini, agar Tangri nimadir? Agar mana bu yerda tushunmasang, qabul qilmasang, u dunyoni va'dasingni bu dunyodan yo'q bo'lding. Jonlaring omon bo'lsin. Yuzga kirgan qalliqlar.